menchi bunaqa yurganim bilan ma'tim toza, qalbim toza. Men namoz o'qimaganim bilan, aroq ichganim bilan zato ma'tim toza meni deydi. Bu da'vo bu Qur'on. Sog'lom qalb, toza qalb qanaqa bo'ladi? Alloh rozi bo'lmagan shahvatlarni xohlamaydi. Allohning vahiysiga teskari bo'lgan so'zlarni tasdiqlamaydi. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaydi. Hayotini shariat ustiga quradi. Mana shu odamning qalbi pokiza odam deyiladi. Odamlar bor, yangi ish boshlaydi, tijorat qiladi, muomalalarga kirishadi. Shariatga murojaat qilmaydi. O'zi xohlagandek boshlab bitirib, endi shariatga qaramasdan o'zi xohlagandek ish qilgandan keyin albatta muammoga kiradi. Ikkita sherik bo'lsin, yo bir odam pul olib ishlatayotgan bo'lsin, boshida shariat bo'yicha boshlaganida muammo chiqmas edi. Yo'q, o'zi vashimchalik bilan qilib oldi, o'zini aqliga, toza qalbiga ishonib, keyin muammoga kirsa, shariatga keladi, hal qilib bering deb. O'zi seni muammoing shariatga kelmaganligingda edi.